Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni kanalimiz obunachilar, bizni kuzatib borayotganlar, ko'rishlaring mumkin. Mana bunday gigant samovarlarimiz tayyor bo'ldi. Mana 700 litrli. Bularni savlatiga qaranglar, buning savlatiga. Bularimizni zakaz berganda, zakaz bo'yicha tayyorlab berdik. Kirallar 2 tadan, turbalar 3 tadan. Turbalar 2 stinkalik, o'zi ham 2 stinkalik. Bunimizni ko'rinishga necha baho berasizlar? Ko'p choy ichadigan o'rtoqlaringga jo'natib qo'yasizlar videoni. Va mana bunday kichkina samovarlarimiz bor. Bizning brendimiz va nomerlarimiz. Cho'lbers kompaniyasidan. Bu samovarimiz 1.400.000 so'm, bunisi 1.300.000 so'm. Nimaga bunaqa deb so'rayapsizlarmi? Bunimiz 1.5 stinkalik, bunimiz 1.2 stinkalik. Va bu samovarimizning narxi 7 million so'm. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Shunday katta samovarlar yasab berish bemalol bizning qo'limizdan keladi. Mana ko'rishlaring mumkin, mana yasadik, xudo xolasa. Buni ichki funksiyalarini zo'rlab chiroyli qildik. Ichki funksiyalari o'ta zo'r bo'lgan, xudo xolasa 1 soatda qaynab chiqaradigan qilib tayyorladik bu samovarlarimizni va mana bunday yangicha ko'rinishda qo'l yuvadigan rakaynalarimiz, bularimizni zamonaviy qiyasadik. Mana bunday latum kirallari bilan. Mana suv idishlar 30 litr, 20 litr suv oladi. Suv olish hajmi katta. Bularimiz mana bunday yuralarga da qo'shib beramiz, komplet holatda. Bularimiz mana bunday yig'iladigan bo'ladi, mana yig'ilgan holati. Ixchamgina bo'ladi. Labojiga olib ketaverasizlar, labojiga solib, hali sindi boshqa degan narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Va mana bunday pajan ishlarimiz. Ko'rishlaring mumkin. Bularimizni ikkita chelagi bilan 800 ming so'mdan bularimiz. Bularni ham bemalol zakaz berasizlar. O'zbekiston bo'ylab cheklanmagan miqdorda yasab beramiz, xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar. Bittadan moshni like dayamasizlar. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.